İnşallah o gayet uzun halımızda. Uzun halımızda Allah'ımızı doğru. Bayram kunlarida garchi ayb boshqa tomonda bo'lsa ham qarang. Ayb boshqa tomonda bo'lsa ham o'zimiz bola, o'zing bu oiladagi ishlarni fikrlasak, katta aziz olib kelish ham ish. Shu o'rinda hamma yerlarimiz hayot bo'lgan qanday bir ikki marta degan namoz istiqbolga qaraydigan bo'lishimiz Allohning yo'li Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaysi bir musulmonning ota-onasi bo'lsa, ularga yaxshilik qilib, to'g'ri o'tgan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatning ikki eshigini ochadi deganlar. Imom Abu Dovud rivoyat. ما من مسلم له أبواب فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح له بابان من الجنة. قصد المسلمين أطاع سبوسا ولا يحسن كل طرق أطيع بوسا الله تعالى الجنة كيش كده وجهه. شو نجومها Otaning qalbida ularning xizmatlarini qilib duolarni olishda bor imkonimiz saratonlar qilishimiz kerak. Bemorlar bizni ziyorat qilib, ko'ngillari ko'taradi. Bemorni ziyorat qilish uchun faqat Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir musulmon boshqa bir dindosh musulmonning evida borib tursa, albatta unga ikkinchi o'ringacha 70 ming farz salovat etadi. Öteki olduğu zaman bu değil, kişinin hiçbir şeyin karşısında olamayacak. Sizden Sure Allah'ın Sure'nin sınırlı olması için. Agar kişinin kazanan olursa, 70 bin hadis-i ilgili olamayacak. Yani bu ne? Size bir